O'zbekiston U17 penaltilarda Yaponiyaga imkoniyatni boy berdi. Saudiya Arabistonida o'tayotgan U17 Osiyo Kubogida yarim finalning dastlabki uchrashuvi yakuniga yetdi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi final yo'llanmasi uchun Yaponiyaga qarshi maydonga tushdi va juda dramatik bahsda penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuv O'zbekiston uchun yaxshi boshlandi. 28-daqiqada Asilbek Aliyev penaltidan unumli foydalanib, O'zbekiston U17 terma jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Bu gol futbolchilarga qo'shimcha ishonch berdi va birinchi bo'limda jamoa raqibga munosib qarshilik ko'rsatdi. Ikkinchi bo'limda Yaponiya bosimni kuchaytirishga harakat qildi. O'zbekiston yoshlari esa himoyada tartibli o'ynab, hisobni saqlab qolishga intildi. Ammo uchrashuvning eng og'ir lahzasi qo'shimcha daqiqalarda yuz berdi. 97-daqiqada Chimezikai gol urib, hisobni tenglashtirdi. Asosiy vaqt 1-1 hisobda yakunlandi va finalchi penaltilar seriyasida aniqlandi. Afsuski, omad bu safar Yaponiya tomonida bo'ldi. Penaltilar seriyasida yapon futbolchilari 3-2 hisobda ustun kelib, finalga yo'l oldi. Shu tariqa O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogidagi ishtirokini yarim finalda yakunladi. Garchi finalga chiqish nasib qilmagan bo'lsa-da, yoshlar butun musobaqa davomida xarakter, ishonch va kurashuvchanlik namoyish etdi. Eng muhimi, O'zbekiston U17 jamoasi mazkur turnir orqali jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bu esa ushbu avlod uchun katta tajriba va kelajakdagi yanada yirik maqsadlar sari muhim qadam hisoblanadi.